Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugun men siz bilan shunday bir muhim mavzuni muhokama qilaman. U har biringizga, ayniqsa keksa yoshdagilarimizga va yaqin orada nafaqaga chiqishni rejalashtirayotganlarga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Bu afsuski yaxshi xabar emas, darhaqiqat. Nafaqa tizimimizda jiddiy o'zgarishlar yuz berdi va bu ko'plab insonlar uchun kutilmagan noxush vaziyatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun iltimos diqqat bilan eshiting. Bu ma'lumot sizning kelajagingiz uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki unda har bir detal muhim. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Shunda bu ma'lumot imkon qadar ko'proq odamlarga yetib boradi. Muammoning mohiyati, oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi bir necha yil oldin. Bizning nafaqa tizimimiz ancha sodda va tushunarli edi, garchi ba'zi nuanslari bo'lsa ham. Asosiy e'tibor shaxsning mehnat stajiga, o'rtacha ish haqiga qaratilar edi. Umumiy mehnat staji deganda odamning barcha ish faoliyati davomida ishlagan yillari tushunilar edi. Shu jumladan harbiy xizmat, oliy ta'lim muassasalarida o'qish, bolalarni parvarishlash davrlari ham ma'lum shartlar asosida inobatga olingan. Ish haqini hisoblashda esa shaxsning hayoti davomidagi eng sardaromad 5 yillik davri tanlanib, uning o'rtacha ko'rsatkich hisobga olinar edi. Bu tizim ko'pchilikka tanish edi va odamlar o'z nafaqalarining qanday hisoblanishini taxminan bilishar edi. Agar sizda mehnat daftarchangiz bo'lsa, undagi yozuvlar asosiy hujjat hisoblanar va pensiya hisob kitoblarining asosi bo'lib xizmat qilardi. Hatto agar ba'zi yozuvlarda kamchiliklar bo'lsa ham, ularni arxiv hujjatlar orqali tasdiqlash imkoniyati mavjud edi. Ammo bugungi kunda vaziyat jiddiy ravishda o'zgardi. Yangi qonunchilikka ko'ra, nafaqani hisoblashda mehnat stajiga nisbatan yondashuv sezilarli darajada qat'iylashdi. Endilikda hamma ish faoliyati davrlari ham bir xilda hisobga olinmaydi. Eng muhimi ayrim mehnat staji turlari, masalan, o'qish davri yoki ayrim hollarda bolalarni parvarishlash davri. Avvalgi kabi to'liq miqyosda yoki umuman hisobga olinmasligi mumkin. Bundan tashqari, nafaqa uchun talab qilinadigan minimal mehnat staji ko'paytirilgan bo'lishi mumkin. Bu esa ko'pchilik uchun kutilmagan muammolarni keltirib chiqaradi. Bu o'zgarishlarning asosiy maqsadi nafaqa tizimini moliyaviy barqarorlashtirish bo'lsa-da, u ko'plab fuqarolarning hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Eng yomoni, bu o'zgarishlar ko'pincha aholi orasida yetarli darajada tushuntirilmagan yoki tushunarsiz tarzda yetkazilgan. Ko'pchilik o'zining nafaqa miqdori kamayganini yoki umuman nafaqa olish huquqidan mahrum bo'lganini faqat pensiya jamg'armasiga murojaat qilganda bilib olmoqda. Bu esa jiddiy norozilik va tushunmovchiliklarga sabab bo'lmoqda. Birinchi asosiy qism batafsil tahlil xo'sh. Aynan nimani bilishingiz kerak, kim tashvishlanishi kerak va kimga bu o'zgarishlar unchalik ta'sir qilmaydi. Keling, har bir jihatni batafsil ko'rib chiqaylik. Birinchidan, kim tashvishlanishi kerak? Agar siz nafaqa yoshiga yaqinlashayotgan bo'lsangiz va sizda mehnat stajingizda uzilishlar mavjud bo'lsa yoki sizning ish faoliyatingiz turli sohalarda bo'lgan bo'lsa, ayniqsa rasmiy ro'yxatdan o'tmagan davrlaringiz bo'lsa, siz jiddiy tashvishlanishingiz kerak. Shuningdek, agar sizning mehnat daftarchangizda tartibsizliklar, xatolar yoki tasdiqlanmagan yozuvlar mavjud bo'lsa, bu yangi qoidalar sizga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Keling, konkret misollar orqali tushuntiraman. Birinchi misol, o'qish davri va bolani parvarishlash. Farida opani olaylik. Farida opa umrining 3 yilini turli davlat tashkilotlarida ishlagan. Uning oliy ma'lumoti bor va universitetda 5 yil kunduzgi bo'limda o'qigan. Shuningdek, 2 farzandining har birini 3 yoshgacha uyda parvarish qilgan. Jami 6 yil. Eski qonunchilikka ko'ra, uning o'qish davri ham, bolalarni parvarishlash davri ham ma'lum shartlar bilan stajga qo'shilar edi. Ya'ni uning umumiy staji deyarli 1 yil deb hisoblanardi. 30 yil ish, 5 yil o'qish plus 6 yil bolani parvarishlash. Yangi qoidalar joriy qilingandan so'ng Farida opa nafaqaga chiqish uchun pensiya jamg'armasiga murojaat qildi. U yerda unga o'qish davri endi umuman stajga kiritilmasligi, bolalarni parvarishlash davridan esa faqat jami 3 yil hisobga olinishi aytildi. Natijada uning staji 3 yilga qisqardi. Bu esa uning nafaqa miqdorining sezilarli darajada kamayishiga olib keldi. Chunki nafaqa miqdori staj bevosita bog'liq. Agar Farida opaning staji belgilangan minimal talabdan kamroq bo'lsa, u nafaqa olish huquqidan umuman mahrum bo'lishi mumkin edi. Bu albatta Farida opa uchun shok bo'ldi, chunki u umr bo'yi yig'gan stajiga ishonib yashagan edi. Ikkinchi misol,
norasmiy ish va mehnat daftarchasidagi xatolar. Akmal akaga o'xshaganlar ham ko'p. Akmal aka umumiy 35 yil stajga ega bo'lgan. Uning bir necha yili xususiy sektorda norasmiy ishlagan. Ya'ni mehnat daftarchasiga yozuv kiritilmagan yoki ma'lum bir davrda faqat og'zaki kelishuv asosida ishlagan. Eski tizimda agar Akmal aka guvohlar yordamida yoki boshqa hujjatlar bilan o'zining norasmiy ishini tasdiqlay olganda, bu davrlar ham stajga qo'shilishi mumkin edi. Yangi qoidalar joriy qilingandan so'ng norasmiy mehnat stajini tasdiqlash jarayoni keskin qiyinlashdi. Hatto deyarli imkonsiz bo'lib qoldi. Endi faqat ijtimoiy sug'urta badallari to'langanligi rasmiy hujjatlar bilan tasdiqlangan davrlar hisobga olinadi. Akmal aka pensiya jamg'armasiga borganida uning 5 yillik norasmiy staji umuman hisobga olinmasligini bildirishdi. Natijada uning staji o'tgan yilga tushib qoldi. Bu uning nafaqa miqdorini kamaytirgandan tashqari, uning nafaqa yoshga nisbatan talab qilinadigan minimal stajni ham kamaytirib, nafaqa olish huquqini xavf ostiga qo'ydi. Shu bilan birga Akmal akaning mehnat daftarchasida yozuv xatosi bor edi. Bir ish joyining nomini to'g'ri yozilgan. Ilgari bu kabi xatolarni korxona arxividan ma'lumotnoma olib yoki sud orqali hal qilish mumkin edi. Hozirda esa bu jarayon ancha murakkablashgan, ba'zida esa umuman mumkin emas. 3-misol, ish haqini hisoblash usuli o'zgarishi. O'tmishda nafaqa miqdorini aniqlashda shaxsning butun mehnat faoliyati davomidagi eng yuqori ish haqi olingan 5 yil ketma-ket yoki uzilishli inobatga olinardi. Bu ko'plab pensionerlarga yuqori nafaqa olish imkoniyatini berar edi. Chunki odamlar o'z hayotining ma'lum bir davrida yuqori lavozimlarda ishlagan yoki yuqori daromad topgan bo'lishlari mumkin edi. Yangi qoidalar esa bu yondashuvni o'zgartirdi. Endilikda nafaqa miqdorini hisoblashda nafaqaga chiqishdan oldingi oxirgi ma'lum bir muddat. Masalan, oxirgi 10 yoki 15 yildagi o'rtacha ish haqi inobatga olinishi mumkin. Bu o'zgarishlar ayniqsa yoshi katta bo'lgan. Ammo so'nggi yillarda o'z sog'lig'i tufayli yoki lavozimi pasaygani tufayli kamroq daromad olgan insonlarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Misol uchun, olim professor umrining katta qismini yuqori maoshli lavozimda o'tkazgan. Lekin so'nggi 5-10 yilida maslahatchi sifatida kamroq daromad bilan ishlagan. Agar eski qoidalar saqlanganda u eng yuqori maosh olgan davrni ko'rsatishi mumkin edi. Ammo yangi qoidalarga ko'ra uning so'nggi yillardagi kamroq daromadi hisobga olinib, nafaqa miqdori sezilarli darajada kamayishi mumkin. Kimga bu o'zgarishlar unchalik ta'sir qilmaydi? Agar sizda rasmiy uzluksiz mehnat daftarchasidagi barcha yozuvlari to'g'ri va tasdiqlangan 1 yildan ortiq stajingiz bo'lsa va sizning ish haqingiz har doim yuqori bo'lgan bo'lsa, bu o'zgarishlar sizga deyarli ta'sir qilmasligi mumkin. Shuningdek, agar siz allaqachon nafaqaga chiqqan bo'lsangiz va nafaqangizni eski qoidalar asosida olib turgan bo'lsangiz, sizning nafaqa miqdoringiz qonun bilan himoyalangan bo'lib, pasayishi kerak emas. Biroq shuni unutmangki, har yili nafaqalarni indeksatsiya qilish masalasi alohida qonun bilan tartibga solinadi va bu ham o'zgarishlarga duchor bo'lishi mumkin. Ikkinchi asosiy qism istisnolar. Tuzoqlar va noaniq nuanslar nafaqa qonunchiligidagi har qanday o'zgarishlar o'ziga xos istisnolarga va noaniq nuanslarga ega bo'ladi. Ularni bilish kelajakda kutilmagan muammolardan qochishga yordam beradi. Birinchi tuzoq. Favqulodda stajni hisoblash. Ba'zi kasblar yoki ish sharoitlari favqulodda deb hisoblanadi va ular uchun nafaqa yoshiga nisbatan imtiyozlar yoki stajni afzal hisoblash qoidalari mavjud edi. Masalan, og'ir va zararli sharoitlarda ishlaganlar, yer osti ishlarida band bo'lganlar, tibbiyot xodimlari, o'qituvchilar va hokazo. Yangi qonunchilikda bu kabi imtiyozlarning bir qismi qisqartirilgan yoki umuman bekor qilingan bo'lishi mumkin. Yoki ularga nisbatan talablar qat'iylashtirilgan. Misol uchun shifokorlar uchun erta nafaqa chiqish huquqi mavjud edi. Endilikda bunday imtiyozlar faqat ma'lum bir ixtisosliklarga yoki kasbiy stajning juda uzoq muddatiga bog'liq bo'lishi mumkin. Ya'ni avvalgi kabi barcha shifokorlar ham erta nafaqaga chiqa olmasligi mumkin. Shuning uchun agar siz shunday toifadagi xodimlar qatoriga kirsangiz, o'zingizning aniq vaziyatingizni sinchiklab o'rganishingiz shart. Ikkinchi noaniq nuans. Xorijda ishlash va stajni tasdiqlash. So'nggi yillarda ko'plab fuqarolarimiz xorijda ishlash uchun ketishmoqda. Ular u yerda ishlab topgan daromadlaridan nafaqa badallari to'lagan bo'lishlari mumkin. Eski tizimda agar tegishli davlatlar bilan ijtimoiy ta'minot to'g'risida shartnomalar mavjud bo'lsa, xorijdagi mehnat staji ham hisobga olinishi mumkin edi.
Yangi qoidalar sharoitida bu jarayon yanada murakkablashdi. Endilikda xorijiy davlatdagi stajni tasdiqlash uchun ko'proq hujjatlar, ko'pincha apostil qo'yilgan yoki konsullik tasdiqlangan hujjatlar talab qilinishi mumkin. Shuningdek, agar siz ishlagan davlat bilan O'zbekiston o'rtasida ijtimoiy ta'minot bo'yicha tegishli shartnoma bo'lmasa, sizning xorijdagi mehnat stajingiz umuman hisobga olinmasligi ehtimoli juda yuqori. Misol uchun, Germaniyada ishlagan kishi o'z stajini osonroq tasdiqlashi mumkin bo'lsa, Rossiyada norasmiy ishlagan kishi uchun bu deyarli imkonsiz bo'ladi, agar u rasmiy ravishda pensiya jamg'armasiga badal to'lamagan bo'lsa. 3-tuzoq. Minimal staj talablari va ijtimoiy nafaqalar. Nafaqa olish uchun talab qilinadigan minimal staj miqdori o'zgarishi mumkin. Agar sizning mehnat stajingiz yangi talablarga mos kelmasa, siz umuman yoshga doir nafaqa olish huquqidan mahrum bo'lishingiz mumkin. Bunday holatda sizga ijtimoiy nafaqa tayinlanishi mumkin, ammo uning miqdori mehnat nafaqasidan sezilarli darajada kamroq bo'ladi. Bu degani, umr bo'yi ishlagan kishi o'z xohishi bilan emas, balki qonunchilikdagi o'zgarishlar tufayli pensiya emas, balki ijtimoiy nafaqa olishga majbur bo'ladi. Bu ayniqsa kam stajga ega bo'lgan ayollarga, ba'zida esa yoshligida qisqa muddat ishlagan va keyinchalik uy bekasi bo'lganlarga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun o'zingizning stajingizni aniq hisoblab chiqish va uni pensiya jamg'armasi ma'lumotlari bilan solishtirish juda muhim. 4-noaniq nuans, sug'urta staji. Yangi tizimda tobora ko'proq e'tibor sug'urta stajiga qaratilmoqda. Sug'urta staji bu sizning mehnat daftarchangizga qarab emas, balki sizning ish beruvchingiz tomonidan yoki shaxsan siz tomonidan pensiya jamg'armasiga qilingan ijtimoiy sug'urta badallarining to'langanligini tasdiqlovchi davrlardir. Agar sizda mehnat daftarchasi bo'lsa-da, ish beruvchingiz badallarni to'lamagan bo'lsa, bu davrlar sug'urta stajiga kirmaydi va nafaqa hisob kitobida inoq olinmasligi mumkin. Bu esa ilgari rasmiy ish joyida ishlagan bo'lsangiz ham sizning stajingizni kamaytirishi mumkin. Ya'ni mehnat daftarchasidagi yozuvning o'zi endi yetarli bo'lmasligi mumkin. Bu ayniqsa xususiy korxonalarda ishlagan yoki individual tadbirkorlik bilan shug'ullangan, ammo badallarni to'lashga e'tiborsiz bo'lganlarga tegishli. Amaliy maslahat nima qilish kerak yuqorida aytilganlarning barchasini inobatga olib, siz uchun eng muhimi harakatsiz turmaslikdir. Mana siz bajarishingiz kerak bo'lgan aniq qadamlar. Birinchi qadam, hujjatlaringizni to'plang va tahlil qiling. Eng avvalo, barcha mehnat faoliyatingizga oid hujjatlarni to'plang. Bular 1. Mehnat daftarchasi. Undagi har bir yozuvni diqqat bilan tekshiring. Ishga kirish va ishdan bo'shash sanalarining to'g'riligiga, tashkilot nomlarining aniqligiga e'tibor bering. Noto'g'ri yozuvlar, xatolar yoki tuzatishlar mavjud bo'lsa, ularni qayd eting. 2. Ish joyidan ma'lumotnomalar. Agar sizda mehnat daftarchangizda yozuvlar yetishmasa yoki xatoliklar bo'lsa, avvalgi ish joylaringizdan mehnat faoliyatingizni tasdiqlovchi ma'lumotnomalar, ishga qabul qilish, ishdan bo'shash lavozimi, ish haqida olishga harakat qiling. Tashkil o'gatilgan bo'lsa, uning arxivini topishga harakat qiling. 3. Oliy ta'lim muassasasi diplomlari. Agar sizning o'qish davringizni stajga qo'yish imkoniyati hali ham mavjud bo'lsa, diplomlaringiz va ilovalaringizni tayyorlang. 4. Harbiy guvohnoma, harbiy xizmatni o'tagan bo'lsangiz, bu hujjat ham muhim. 5. Nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari. Agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa yoki bolalarni parvarishlash davrini tasdiqlash kerak bo'lsa. 6. Ish haqi ma'lumotnomalari. Agar sizning ish haqingiz haqidagi ma'lumotlar pensiya jamg'armasida mavjud bo'lmasa. Ma'lum bir davrlardagi ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalarni yig'ishga harakat qiling. Bank hisob varaqlaridan ko'chirmalar ham foydali bo'lishi mumkin. 7. Ijtimoiy sug'urta badallarini to'laganlik to'g'risidagi ma'lumotlar. Agar siz individual tadbirkor bo'lgan bo'lsangiz yoki shaxsan badallar to'lagan bo'lsangiz, tegishli ma'lumotnomalarni oling. 2-qadam, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Hujjatlarni to'plaganingizdan so'ng yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. U yerda sizga nafaqani hisoblash bo'yicha mutaxassislar maslahat berishlari kerak. Bir yil konsultatsiya. O'zingizning barcha savollaringizni berishga tayyor bo'ling. Sizning mehnat stajingizning qaysi davrlari hisobga olinishini, qaysilari olinmasligini va nima uchunligini aniqlang. Nafaqa miqdorini taxminiy hisoblab berishlarini so'rang. 2. Rasmiy so'rov. Agar sizda biror narsa tushunarsiz bo'lsa yoki ma'lum bir davrni stajga qo'yishni so'rab, rasmiy xat bilan murojaat qiling. Xatga 2 nusxada tayyorlab,
bir nusxasini pensiya jamg'armasining xatni qabul qilganligi to'g'risidagi belgi bilan o'zingizda saqlab qoling. 300 ma'lumotlar bazasini tekshiring. Pensiya jamg'armasida sizning mehnat stajingiz va ish haqingiz haqidagi ma'lumotlar elektron bazada mavjud. Ulardan o'z ma'lumotlaringizni tekshirishni so'rang va ularning ma'lumotlari siznikiga to'g'ri kelishiga ishonch hosil qiling. Agar farqlar bo'lsa, ularni darhol aniqlang va tuzatish choralarini ko'ring. 3-qadam, huquqiy yordam oling. Agar pensiya jamg'armasidagi javob sizni qoniqtirmasa yoki sizning huquqlaringiz buzilgan deb hisoblasangiz, yuridik maslahatchi yoki pensiya ishlari bo'yicha ixtisoslashgan advokatga murojaat qiling. Ular sizga huquqiy baho berib, qonuniy choralar ko'rishda yordam berishlari mumkin. Bu sudga murojaat qilish yoki yuqori instansiyalarga shikoyat yozish bo'lishi mumkin. 4-qadam, oldindan harakat qiling. Agar siz hali nafaqa yoshiga yetmagan bo'lsangiz, lekin yaqin orada nafaqaga chiqishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, hozirdan ushbu maslahatlarga amal qiling. Hujjatlaringizni tekshirib chiqing, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling va o'z stajingizni aniqlab oling. Agar biror muammo bo'lsa, uni oldindan hal qilishga harakat qiling. Chunki nafaqaga chiqqandan keyin muammolarni hal qilish ancha qiyin bo'ladi. Xulosa va yakuniy chorlov aziz tomoshabinlar. Nafaqa tizimidagi bu o'zgarishlar haqiqatan ham ko'pchilik uchun juda yomon yangilik bo'lishi mumkin. Ammo qo'llaringizni tushirmang. Bu videodagi ma'lumotlar sizga vaziyatni tushunish va to'g'ri harakat qilish uchun yo'l ko'rsatishiga umid qilaman. Unutmang, sizning kelajakdagi farovonligingiz hozirgi harakatlaringizga bog'liq. Agar bu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, iltimos, unga like bosing. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Shuning uchun izohlarda o'z savollaringizni, tajribangizni va ushbu mavzu bo'yicha fikrlaringizni yozib qoldiring. Ehtimol, sizning tajribangiz boshqa tomoshabinlarga ham yordam berar. Va albatta, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Shunda kelgusida shunga o'xshash muhim ma'lumotlarni o'tkazib yubormaysiz. O'zingizni ehtiyot qiling va huquqlaringizni biling. Keyingi videolarda ko'rishguncha